Assalomu alaykum. Mana video obzorimizni boshlaymiz. Qorasuvdagi lyuks kvartiramizdan biri. Kirishda prixoshkada o'ng qo'lda shkafimiz joylashgan. Shkafda ham ancha narsa ketadi. Ko'rishingiz mumkin. Devorlarimiz attachento ramkali qilingan. Kirishda o'ng qo'lda umumiy sanuzel. Hammasi ideal. Kirishda to'g'rida zalimiz joylashgan. Pardalar ilingan. Zaldan balkonimiz bor. Zaldan chiqamiz. Kalidordan chap qo'lda kirsak agar kuxnyamiz joylashgan bo'ladi. Kalidor kuxnyamizda kafel qilganmiz. Kafelar tagida topli pol qilingan. Kuxnyamizni ko'rishingiz mumkin. Kachesasi yaxshi. Kuxnyamiz gaz plitasi bilan oynali sensorli bitishkamiz. Bu yoqda duh konturimiz qo'yilganmiz. Original nemetskiy, germanskiy duh konturni. Kuxnyadan chiqamiz. Oxirgi xonamiz spalnya, yotoqxonamiz joylashgan. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 52.000 AQSh dollari so'rayapmiz. 27.000 pulingiz bo'lsa, nomingizga ipoteka qilib chiqarib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.